Qarshimizda hozir M346, hozir cho'ntagimga qo'limni solib gapirishim noto'g'ri. O'tgan safar Namanganda Fest'da yengil storiesga o'xshagan formatda olib ko'rgandik. Keyin o'ylab qoldim, bunaqa ekzemplyar, bunaqa kuzov haqida shunchaki kichkina video qilish ozgina hurmatsizlik. Hozir hech bo'lmasa o'zimni hissiyotlarim haqida gapirib bermoqchiman. M346 bir alohida katta mavzu bo'ladigan bo'lsa, aynan shu ekzemplyar bilan meni yuragim boshqacha bog'langan, chunki 10 yil, 12 yil oldin men bir joyda ishlaganimda ancha kichkina bola edim, menimcha 14-15 yosh bola edim. Bu mashina meni, ya'ni M346 meni ekranimda turardi. O'sha paytda buni egasi har kuni men ishlagan kafega kelardi. Men haligi joyda salonni eshik ochiq qolib ketsa, ko'rib olishga harakat qilardim. Va taqdir taqozosi bilan mana shuncha yildan keyin 12 yillar o'tibdi. Aynan o'sha M3 men ko'rib turib maza qilgan, orzu qilgan M3 ni ko'rib qoldim, lekin hali ham orzu qilyapman. Juda ham ajoyib tarix, haqiqiy S50 E32 3.2 litrli. O'zi BMWda aynan 3-seriyani oladigan bo'lsak, xunuk kuzov bo'lmasa kerak. Lekin aynan M346 shunchaki chiroyli mashina emas, mashinani har bitta detalni alohida rasmga olganingizda yoki mashinaga qaramasdan yaqin kelib har bitta detaliga qaraganingizda juda ham boshqacha taassurot olasiz. M3 bergan narsani shunaqangi hissiyotlari borki, oddiy ko'rinishdan ham oddiy E46 bilan umuman katta farqi bor. Ya'ni Mercedes mavzusiga o'xshab turib, motor qo'yib, obves qo'yib o'xshatib yuboradigan mavzu emas. Menimcha shuning uchun ham BMWga xiyonat qilmaydigan o'zini fanatlari bor sifatli. Lekin asosiysi bu yoqda faqatgina xarakteristika aytganimdek, faqat O'zbekistonda uncha buncha degan narsa emas. Bu juda ham bir chiroyli tarix, qiziq tarix. Shu holatga keldikki, hozir shuncha yil o'tib, 2026-yilda men M3 ni oldida turdim yoki ko'chada ko'rib qoldim deyishdi, o'zi ham juda ham katta. Bu mashinani oldida turib, ushlab o'tirib ko'rish bu bir boshqacha baland parvoz gapga o'xshamasin, lekin sharaf. Men o'zi temir narsaga mukkasidan ketib, ya'ni qimmatli darajasi bo'yicha yoki ortiqcha maqtashni juda ham yomon ko'raman. Lekin aynan shu kuzovda M3 ni ko'rganingizda qanaqadir tirik organizm ko'rgandek bo'lasiz. Bu tirik organizm xuddiki bir tarafdan eshitib olgan gapim, lekin 100% qo'shilaman bu gapga. Xuddiki juda ham jismonan baquvvat, bu kuch faqatgina jismonan emas, hayotda ancha ham qiyinchilik, ham hayotda to'liq baland pastini ko'rgan, hadeb kulolmaydigan jiddiy o'zini bosib olgan sportivniy telosложениедagi bir akaga o'xshaydi. Mercedes bilan solishtirishadi ko'pchilik. Mercedes bilan solishtirganda ham o'zini klassida emas. O'zini klassini oladigan bo'lsak 203. Bu mashina Doris'da ekan. 203 C32 kompressorli 112 motorda bo'lgan. U mashina haqida bir nima deya olmayman. Birinchidan AMG'sida yurib ko'rmaganman, ikkinchidan 203 kuzovni fanatiman deya olmayman. Lekin tarix shuni ko'rsatyaptiki, bugungi kunda C32 dan ko'ra M3 ga охота juda ham kuchliroq, kultivist baland ruschasiga aytganda va e'tibor bersalaring, bu mashinani oldida shuncha valdiragan bo'lsam ham biror marta legenda degan so'zni ishlatganim yo'q. Salonda gapirmasa ham bo'lmaydi. O'zi bir qarashda xuddiki torpeda, salon stilistikasi o'sha E46nikiga o'xshaydi, lekin bu mashinada mayda-mayda detallar odamni xursand qiladi. Ya'ni o'sha E46 ga o'xshagan bilan sizni har joyda sizni M3 shildiki kutib oladi va undan tashqari mana kir bo'lsa ham mana shu kovrikni olib ko'rsatmoqchi. Birinchidan material sifatida juda ajoyib narsa, ikkinchidan aynan M3 ni kovrigi, Evacorpolik emas, M3 ni kovrigi originalni turgani odam juda ham xursand qiladi va bu kovrik qanaqadir bagajga solib qo'yilmaganda o'tiravering deydigan holatda. Endi remenlari, SMG korobkani richagi, BMW menimcha M seriyada har doim oddiy richagda shunaqangi san'at asari darajasida qiladiki, oddiy masalan SMG2, E46da, G60da qanaqangi tomosha qilib o'tiradigan chiroyli munchagini, hattoki hamma yomon ko'radigan F10da menga yoqadi. Aynan bu mashinani boshqaruvga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytishim kerak, men ekstremalniy rejimda o'zim haydab ko'rganim yo'qman, lekin passajir bo'lishga muvaffaq bo'ldim. Bu ham juda katta narsa. Aka, iltimos aka. Siz hattoki
5 litrli motorda yurgan bo'lsangiz ham kundalik ravishda Mercedesda yoki boshqa mashinada, hattoki AMGda yurgan bo'lsangiz ham, hattoki bugungi kunda yangi M-Touring bo'ladigan bo'lsa ham, bu mashinada ancha maza qilasiz. Birinchi o'tirganda SMG korobka bo'lgani uchun tushunarsizroq bo'ladi. Ya'ni avtomat rejimga o'tganingizda mashina o'ylanibroq yurganga o'xshaydi, lekin DSCni o'chirmasdan ham sport rejimga oladigan bo'lsangiz, har bir передаcha almashtirishi tepadi deyishardi. Men tushunmasdim, qanaqangi tepishi mumkin deb. Hattoki mana o'tirganlarni elastichka sinib ketganga o'xshaydi, udar berganda deb. Men o'zimni qiyoslashim kelib chiqdi miyamda, xuddiki svetoforda to'xtab turibsiz, bitta mashina orqangizdan bir 30-40 kilometr tezlikda tormozsiz urgandek. Men oshira olganim yo'qman. Xuddi shunaqa ощущение bo'ladi. Bu mashinani boshqaruv haqida birinchi gapiriladigan gap o'zi yo'lda o'zini tutish haqida boshlanish kerak edi, korobkadan oldin. Bu mashinada yurganingizda hattoki o'sha 350 ta ot kuchini to'liq olib chiqishingiz ham shart emas. Ya'ni 50-60 kilometr tezlikda ham bu mashina fizika qonunlarini buzyaptimi deysiz. Ya'ni savollar berib o'tirmaysiz. Fizika qonunlari realni buzilayotganga o'xshaydi. Katta tezlikda bir kichik pavorotga yaxshigina tezlik bilan burilyapti-da, orqa privod ketib qolish kerak. Ketib qolsa ham mayli, o'zini to'g'rilab oladi deb kutsam, hattoki zanoska ham ketmaydigan darajada juda ham zo'r tutadi o'zini. Bu men gapirib berayotgan narsa yomg'irda. Menimcha bu mashinaga shaharda qiladigan ish yo'q. Bir qaniydi trek bo'lsa-yu, borib turib hamma sokini mazza qilib ichsangiz, qo'llaringiz terlab, umuman tana hamma yo'qlari terlab, yurak urishi tezlashib mazza qiladigan mashina. Hammaga rahmat video ko'rganingiz uchun, lekin aynan shu ekzemplarni oldida juda ham ko'p duduqlandim. Va menimcha har bir mashina haqida gaplashib qolgan tanishimga men M3 oldida bo'lganman. Men M3 da yurib ko'rganman va hattoki kelajak avlodga ham men M3 da yurib ko'rganman deydigan narsa bo'ldi. Hammaga rahmat, ko'rishguncha xayr.